Chempionlar Ligasi javob uchrashuvlarining yarmi o'z nihoyasiga yetdi va natijalar quyidagicha. Taqvim bo'yicha birinchi bo'lgan Barselona hamda Benfica o'yini 3-1 hisobida yakunlandi. Yamalning ajoyib harakatidan so'ng Rafinha o'yinda hisobni ochib beradi, 1-0. 2 daqiqadan so'ng esa Otamendi hisobni tenglashtiradi, 1-1. Birinchi taymning o'rtasida Yamalning mana shu goli o'yinga nuqta qo'ydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bundan so'ng Barselona bitta gol urdi hamda o'yinni shu tariqa yakunladi. Umumiy hisob 3-1, Barselona keyingi bosqichda. Bugungi kunning markaziy o'yinida yagona gol muallifi Dembele bo'ldi va shu hisob bilan jamoalar penaltilar seriyasigacha yetib borishdi. Va bu yerda esa faqatgina Liverpool jamoasi a'zolari xato qilishdi. Darwin Nunes hamda Curtis Jones imkoniyatlarini yo'qqa chiqarishdi va so'nggi zarbaga Desirduey keldi va u gol urib jamoasini keyingi bosqichga olib chiqdi. Qolgan ikkita o'yin esa kutilganidek Bavariya hamda Interning g'alabasi bilan yakunlandi. O'yinlarning qolgan yarmi ertaga bo'lib o'tadi va albatta bu o'yinlarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Ushbu video keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha.